Yapon GDM samuraylaridan biri. O'z vaqtida yo'llarda ham, trassalarda ham qirol bo'lgan. Afsonaviy rotorli motori va o'ziga xos uslubi bilan juda mashhur Mazda RX-7 birinchi avlod. 1970-yillar oxiri avtomobil dunyosida neft inqirozi va iqtisodiy tejamkorlik talabi kuchaygan davr. Shunda Mazda kompaniyasi rotorli vehicle dvigatelini tanlaydi. Maqsad arzon, lekin haqiqiy kuchli va emotsiya bera oladigan sportkarni chiqarish. Va ular 1978-yilga kelib Mazda RX-7ni namoyish qilishdi. Bu model nafaqat Yapon bozorini, balki AQSh va Yevropani ham zabt tezlik bilan yoshlar orasida bir orzu mashinasiga aylandi. Uning ko'rinishi xuddi samuray katanasidek o'tkir, chiroyli va qudratli. Kuzov esa past va yengil, shamolni yorib o'tuvchi ayri shakl bilan ishlangan. Uning betakror pop-up faralari esa o'sha yillar uchun juda noyob va romantik detal bo'lgan. Jon chiziqlari uzun va elegant, xuddi kuzov shamol bilan birga suzgandek ko'rinadi. Orqa qismidagi kichik ducktail spoiler esa uning ko'rinishini agressiv qilib, burilishlarni unga ustunlik ham olib keladi. Eng muhimi bu funksional yengil kuzov motorning har bir quvvatini yo'lda unga to'liq chiqarib beradi. Uni yanada afsonaga aylantirgan bu uning rotorli vehicle dvigateli. Dastlab 1 litrli 12A atmosferali motor qo'yildi. 100 ta ot kuchi 0 dan 100 gacha 9 sekund atrofida. Keyinchalik esa yanada kuchlirog'i 1.3 litrli 13B versiyasi qo'yildi. Eng qizig'i bu motor juda yengil, yuqori aylanishga chiqadi va uning tovushi butunlay o'ziga xos va bu ovoz Mazda RX-7ning vizit kartochkasiga aylangan. Bu tachka paydo bo'lishi bilan Yapon sportkarlariga dunyo eshigini ochgan model sifatida tarixda qolgan. Undan tashqari AMCA GTO seriyasida u haqiqiy qirol edi. 100 tadan ko'p g'alaba, 7 yil ketma-ket chempionlik bilan u avtosport tarixida o'chmas iz qoldirdi. Bu natijalar uni GDM afsonasi va dunyoning eng muvaffaqiyatli sportkarlaridan biriga aylantirdi. Mazda RX-7 birinchi avlod, g'oya va mehri bilan chiqarilgan haqiqiy afsona. Vaqt o'tsa ham, lekin uning nomi muxlislar yuragida hamon yonib turadi. Bu videoni GDM fanatlariga yuborib qo'ying.